Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun pul va banklar fani bo'yicha navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz O'zbekiston Respublikasi pul tizimi va uning elementlari deb nomlanadi. Men Moliya va bank kafedrasiya o'qituvchisi Sheraliyev Abbos. Marhamat, mavzumizning savollari bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi pul tizimining shakllanishi va rivojlanishi. Ikkinchi savolimiz esa O'zbekiston Respublikasi pul tizimining elementlari deb nomlanadi. O'zbekiston Respublikasi 1991-yilda siyosiy mustaqillikka erishdi, ammo iqtisodiy mustaqillikka hali to'la-to'kis erisha olmagan, chunki milliy valyuta muomalaga kirita olmadik. Mustaqil O'zbekiston davlatining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov qat'iy turib O'zbekiston rubl hududida qoladi degan fikrni aytdilar. O'zbekiston rubl zonasida qolishining asosiy sabablari quyidagilar. Birinchisi, valyuta taqchilligi mavjud sharoitda faqat rubl hududida qolibgina Rossiyadan qilinayotgan importni rublda to'lash mumkin edi. Keyingi sababi, respublikamizda milliy valyutani muomalaga kiritish va pul muomalasini tartibga solish borasida hech qanday tajriba mavjud emas edi. Sobiq ittifoq hududida ushbu vazifani Ittifoq davlat banki, Gosbank, ya'ni SSR amalga oshirar edi. Ittifoqdosh respublikalarning bu borada hech qanday vakolati mavjud emas edi. 1991-yilda respublikamizda bozor iqtisodiyoti talablariga javob bera oladigan ikki pog'onali bank tizimi ham mavjud emas edi. 1994-yilning 1-iyuldan boshlab milliy valyuta so'mni muomalaga kiritilishi yoki 1994-1996-yillarda O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari bilan ixtisoslashtirilgan banklarning tashkil etilishi va keyinchalik esa ular universal tijorat banklariga aylantirilgani hamda bank tizimining qonunchilik bazasining yaratilishi ikki pog'onali bank tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Bizda ilk bor 1995-yil 21-dekabrda O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida qonun qabul qilindi yoki 1996-yil 25-aprelda banklar va bank faoliyati to'g'risida qonun ilk bor qabul qilinishi pul tizimining qonunchilik bazasini shakllantirish yo'lidagi jiddiy qadamlardan biri bo'lib hisoblandi. Endi savolimiz O'zbekiston Respublikasi pul tizimining elementlari. O'zbekiston Respublikasi zamonaviy pul tizimining birinchi elementi bo'lib bilamizki, milliy valyuta so'm hisoblanadi. Respublikamizda muomalada bo'lgan barcha pul birliklari banknotalardir. Ular O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining aktivlari bilan ta'minlanadi. So'mning valyuta pariteti AQSh dollariga nisbatan aniqlanadi. Bunda so'm va AQSh dollarining xarid qobiliyatlarini solishtirish usulidan foydalaniladi. O'zbekistonda buyurtmali valyuta savdosi mavjud bo'lib, unga ko'ra so'mning AQSh dollariga nisbatan nominal almashuv kursi so'mda va AQSh dollarida berilgan. Buyurtmalarning o'zaro nisbati sifatida aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-sentyabrdagi BF yillik 77 sonli valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbir to'g'risida farmoniga muvofiq yuridik va jismoniy shaxslarning chet el valyutasidagi erkin sotib olish va sotish hamda o'z mablag'larini o'zining xohishiga ko'ra erkin tasarruf etish ta'minlash. Milliy valyutaning chet el valyutasiga nisbatan kursini belgilashda faqat bozor mexanizmlarini qo'llash va milliy valyutaning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan qat'iy monetar siyosatni amalga oshirish talablari qo'yildi. Ushbu farmonda O'zbekiston Respublikasining 1995-yil 20-dekabr 154 sonli O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida qonun 5-bo'limida pul tizimi va uning elementlaridan foydalanish mexanizmining huquqiy asoslari o'z ifodasini topgan. Qonunning 5-bo'limi 37-moddasida pul tizimining O'zbekiston Respublikasining pul birligi, pul muomalasini tashkil etish va tartibga solishdan iborat ekanligi e'tirof etilgan. O'zbekiston Respublikasi amaliyotida va taraqqiy etgan mamlakatlar amaliyotidan farqli o'laroq to'lovlarning maqsadi ketma-ketligidan qo'llaniladi. O'zbekiston farqli, taraqqiy etgan mamlakatlarda esa to'lovlar kalendar ketma-ketligidan qo'llaniladi. O'zi to'lovlar qator amaliyotda to'lovlar ketma-ketligining o'zi ikkita usuli bor. Buni biz yaxshi bilamiz. Birinchisi kalendar ketma-ketligi bo'lsa, ikkinchisi maqsadli ketma-ketlik bo'lib hisoblanadi. Respublikamizda tijorat banklari milliy valyutada
gorizontal vakillik hisob raqamlariga ega bo'lmaganligi sababli ular o'rtasidagi barcha to'lovlar Markaziy bank orqali o'tadi. Chunki barcha tijorat banklarining so'mdagi nostra vakillik hisob raqami Markaziy bank balansida ochilgan va vertikal hisob raqami deb ataladi. Shu sababli banklararo to'lovlar Markaziy bank ruxsati asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakat hududi hisob-kitob shakllarida foydalanish tartibini ham belgilaydi. Xo'sh, hozirgi davrda hisob-kitoblarni amalga oshirishning, naqd hisob-kitoblarni amalga oshirishning to'lov talabnomasi, to'lov topshiriqnomasi, cheklar, hujjatlashtirilgan kreditlar, inkassatsiya shakllarida foydalanishga ruxsat etilgan. Ammo naqd hisob-kitoblarni amalga oshirishda bilamizki, eng ko'proq ulushni 50% undan ko'proq ulushni to'lov topshiriqnomasi egallaydi. Respublikasi Markaziy banki mamlakatimizda pul tizimi tartib soluvchi rasmiy yagona organ bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risidagi qonunning 20-moddasiga muvofiq Markaziy bank pul massasining yillik o'sish sur'atini aniq maqsadli ko'rsatkichlarini O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki belgilaydi. Ma'lum bir pul agregatini tanlab olib, o'sha pul agregati bo'yicha yillik pul massasini, yillik o'sish sur'atini belgilaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.